Mana tashqari tomoniga 45 sm, mana ichkari tomonidan mana 30 sm chiqarib qo'yilgan ekan. Mana ofshi joylari ko'rib turibsizlar, hurmatli obunachilar. Uy juda chiroyli chiqqan. Mana usta bolalarga bemalol murojaat qilishlari mumkin. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun 6 sotikka qanaqangi usulda beton qo'yish kerak, shu haqida gaplashamiz. U suhbatimizda beton narxlari qancha ketishligi, uyda qanaqangi reja tuzishlik haqida gaplashamiz. Bunda bizga Doniyor yordam beradi. Yaxshimisiz? Sog'liq yaxshimi? Xo'p, ukajon, hozirgi kunda qanaqangi o'sha nima deydi, 6 sotikka uylarda qanaqa joylashtirishyapti va unga qancha beton ketyapti? O'sha beton ko'rinishlari, reklari haqida batafsilcha ma'lumot bersiz. Xo'p, birinchi nimadan boshlaymiz? Xo'p, hozir 6 sotik joy ekan, ayta. O'sha aylanasi, o'sha 6 sotikka mo'ljallangan bu proyektimiz. Oldi devordan endi 11 metr qochirib ichkariga joylangan. Ichkariga joylangan ekan. Hozircha toshga formalashyapti bunaga. 13 o'qiriq, 12 o'qiriq. Uzun 13 o'qiriq, 12 o'qiriq. 12 o'qiriq, ha? Buning ichida endi sanuzellari. Nechta xona joylashgan? Hozir 5 ta xona, bitta koridor bo'lyapti. Ikkita sanuzellar bor. O'rtada ularimiz bor. 2 metrlik. Qator o'yapmiz. Xona sanuzellar bor ikkita. Podvallariga nima qiladi? Bu tomonga qilindi. Bu tarafda qiladi. O'sha paytda hozir podval qurilmagan. Endi misol mana kartoshkasi bilan qanaqa ketdi? Kartoshkasi 40 sm bo'yi, eniga 70 sm. Fundamentimiz eni 40 sm, bo'yi 60 sm. Bo'lgan. 60 sm. Endi sement. Bunga endi padushkasiga jicha ko'proq armatura solingan. Armatura solingan. 5 talik qilib to'qilgan tagiga padushkaga, tepasiga 4 talik qilib to'qilgan. Tosh bo'lishi Tosh ishlatilgan yo'q. Yuvilgan metr sement bo'ldi. Sementdan bo'ldi. Tosh ishlatilmadi. Endi hozir bu yerda misol nimasiga qaraladimi? Qancha armatura tashlanadi? Asbob me'yori bormi? Qanaqadir mas'ul. Endi arxitektura bilan ishladik. Hozir bergan. Arxitektura bilan. Shu 5 talik, tepasiga 4 talik degan. Ustigalarni o'rnadan chiqarib ketganmiz. Ustigalardan yuvilgan metr so'yida ishladi. Bosilgan proyekt bo'yicha armatura qiladi. Hujjatida shunaqa bo'ladi. Endi sharoitidan kelib chiqib, 3 talik qilib tashalsa ham bo'laveradi. Tashalsa ham bo'laveradi, mustahkam bo'laveradi. Tosh ishlatib endi o'zimizni sharoitdan kelib chiqib. Buni ham tejab naqsi bo'ladi, eplasa bo'ladi. Endi bitta masalliqlarimiz, sementlarimiz endi ko'p ketgan, tosh solinmagan sababli. Kechirasiz. Aslan nima deydi? O'sha uyda egasi tomonlama, o'sha puxta bo'lsin, chiroyli bo'lsin degan maqsadida aytgansizlar. Endi buni shu oshqachasi bilan. Hozir yana nimalarga ahamiyat berish kerak? Sement qurishda, davomida, Tosh tashalmasa endi shu yaxshi. Endi sharoitdan kelib chiqib tosh tashalsa ham ekan bo'ladi. Endi keyinchalik 2 talikka moslab olishimiz mumkin deyishyapti. Hozircha endi 1 talikka moslanayapti. Anglash endi uzuniga o'rab qo'yilgan. U chekkada tashqi hojatxona bo'ladi bitta. Katerniga jotib qo'yilgan. Keyin mana bu yerda naves qilib qo'yiladi, u proyektda keyinchalik. Bu tomon naves bo'lib, tashqariga boshqonalar o'rnaydi. Tandir o'choqlari. Tandir o'choqlari o'rnatiladi. Bunaqa joylar endi qommon, o'sha koridor ekan, hozir. Bu koridor. Uchoviga eshiklari bo'ladi. Eshik bo'ladi. Donolga tashqari o'sha devorlar razmeri haqida gapirib o'tsangiz mutlaqo. Endi 40 sm, 1,5 qishga moslangan bu uyda fundamenti. O'xshaydi. Fonda. Degan mana agroteni o'rangan betonlarimiz 5 sm qo'yilgan. Bir qishga moslangan. Bir qishga moslangan. Bular. Uylar 1,5 qishga moslangan. Ular 1,5 qish. Aylanasiga o'sha qatlarimizgacha 1 qish bo'ladi. 1 qish bo'ladi. 25 sm. Bo'yi urmaydi, hammasi bir xil. Ha, qatlam haqida ma'lumot bermoqchiman. Bu ustunlar bo'ladimi? Balki ustun qo'yiladi. Ha. Garaj bo'ladi, Garaj bo'lib qoladi. Garaj bo'lib qoladi. Buni armaturasi 4 talik bo'ladi. Armaturasi 4 talik bo'ladi. Endi keyinchalik prim ustun qo'yiladi. Qazalamiz.
Podvalimizni eni 4 metr, uzuni 7 metr. Bo'yi 2 qoladi. Steshalaridan keyin ichlari zaskavga to'ldirilgandan keyin. Bo'ldi. Xo'p, Doniyorga narxlari haqida bir qator tushuntirib o'tsangiz, aytib o'tsangiz. Albatta arxitektor bilan ishlandi. O'sha armaturalari pastga 5 qator, tepaga 4 qator tashaldi. Endi bitta 150 ming so'mdan qilingan. Endi Pastga necha pulgacha qo'yib yuborasizlar? asli joyiga qarab olib, sharoitga qarab, Sharoitga qarab, lekin o'sha kamaytirib kamaytirib beriladi, xudo xolasa. Hurmatli obunachilar, kelishilgan narxda bo'lar ekan, ko'rdilar, tepasi o'sha 150 minggacha dogovor qilinyapti. Bu ustalarimizni xo'p joyizga chaqirasiz. Ular joyiz bilan suv yuz ko'rsatsangiz bo'ldi. Qolgan apparaturalar hamma apparaturalar bor. Rejangizni ko'rsatsangiz, mana arxitektor bilan ishlaydi deyapti. Arxitektor tushunadi. Misol qanday joylashishini juda yaxshi mutaxassisga ega bular. Ancha tajribalari bor. Xudo xolasa bexijolat uy joyingiz chiroyli bitishiga nima deydi, kafolat beradigan darajada mutaxassisga ega bular. Pastga telefon raqamlarini yozib qo'yamiz, bemalol murojaat qilishlaringiz mumkin. Hop, video yoqqan bo'lsa, kommentariyaga yozib qo'yamiz. Like bosinglar, obuna bo'lishni unutmanglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.